Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 11-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 63 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12.075 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.207.598 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 69 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.800 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.380.043 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.82 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 157 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 157 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro va Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat aytib qolamiz.